O'zbekistonda pensiyaga chiqish yoshini oshirish tavsiya qilindi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonda pensiyaga chiqish yoshini bosqichma-bosqich oshirish lozim. Bu haqda Xalqaro valyuta jamg'armasi pensiyasining mamlakatga tashrifi yakunlari bo'yicha xulosasida keltirilgan. Jamg'arma tahlilida O'zbekiston pensiya tizimi qator islohotlarga muhtojligi qayd etilgan. Shu sabab tizim o'rta muddatli barqarorlikni ta'minlay olishi uchun ayrim o'zgarishlarni amalga oshirish zarur. Jumladan quyidagi choralarni qo'llash muhim. Pensiyaga chiqish yoshini bosqichma-bosqich oshirish, avtomatik narx indeksiyasini joriy qilish, ya'ni inflyatsiyaga qarab pensiyani avtomatik oshirish. Pensiya nafaqasi miqdorini mehnat faoliyati davomida o'rtacha daromad asosida hisoblash. Ayrim tashkilotlar uchun belgilangan imtiyozli badal stavkalarini bosqichma-bosqich bekor qilish bilan bir vaqtda standart badal stavkasini oshirish. Jamg'armaga ko'ra, keksalikda kambag'allikni kamaytirish maqsadida beriladigan har qanday ijtimoiy nafaqalar qat'iy manzili bo'lishi lozim. Bular ehtiyojmandlikni baholash asosida aniqlanib, davlat budjetidan moliyalashtirish va takrorlanishning oldini olish uchun boshqa ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralari bilan uzviy bog'liq holda boshqarilishi lozim. Avvalroq O'zbekistonda pensiya oluvchilar soni 4,2 million nafarga yetgani xabar qilingan edi. Bu aholining 11% ortig'ini tashkil etadi. Lekin bu raqam respublikadagi jami pensionerlar soni ifodalanmaydi. Daryo manbasining ma'lum qilishicha, huquqni muhofaza qiluvchi organlar tuzilmalardan pensiyaga chiqqanlar hisobi va to'lovlari alohida yuritiladi. U tashkilotlar quyidagilar: Prezident Davlat xavfsizlik xizmati, Davlat xavfsizlik xizmati, Mudofaa vaziri, Ichki ishlar vaziri, Bosh prokuraturasi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Milliy gvardiya, Bojxona qo'mitasi, Konstitutsiyaviy sud, Oliy sud, Sudyalar Oliy kengashi. Mazkur tashkilotlarda ishlab pensiyaga chiqqan va hozir pul olayotgan pensionerlar soni to'liq ochiqlanmagan, deyiladi xabarda. Bu xabarni barcha yaqinlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.